Dolqun Aysa başçılığındaki Dünya Uygur Kurultayı vekilleri Germaniya Kişilik Hukuk Komitetining mas'ullariga Uygurlarning talablarini yetkazgan. 2 may günü Dünya Uygur Kurultayı raisi Dolqun Aysa, Dünya Uygur Kurultayı Berlin işxonasining mudiri G'ayur Qurban va Dünya Uygur Kurultayı programma yetakchisi Zumrat Ay Uygur qatorliqlar Germaniya Tashqi ishlar ministerligida Kişilik Hukuk Komitetining mas'ullaridan Louise Amtesberg xonim va uning yordamchisi bilan ko'rishib, Uyg'urlar masalasi to'g'risida suhbat elib borgan. Bengalning poytaxti Dakkada Uyg'urlarning madaniyat kimligiga simvol qilingan 5 may do'ppi kuni munosabati bilan Xitoy hokimiyatining Uyg'ur musulmonlarga qilayotgan zulmiga qarshi norozilik namoyishi o'tkazildi. Türkiye Cumhuriyeti Reisi namzati Cumhuriyet Halk Partiyasi lideri Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye taraqqiyotinin texmi ilgirilishi va Türkiye Cumhuriyetlarining Yevropaga echilishi uchun Yipek yo'li savdo turini qo'llaydiganligini, ammo Xitoydan Turkistondagi zulmni to'xtatish sharti qo'ydiganligini e'lon qildi. U ommaviy taratquyi savdo e'lon qilgan "Na Sharq, na G'arb, bu Türkiye yo'li" nomli videoda Xitoyga sözümüz bor, Turkistondagi zulmni to'xtatish shartini qo'yamiz, u yerdagi qonlarimiz va jonlarimizni taqdirga tashlab qo'ymaymiz dedi. Xitoy davlat komissari va tashqi ishlar ministri Qin Gang Afg'onistonning terrorlikqa qarshi turish va'dasini ado qilishi, Sharq Turkiston islom harakatini o'z ichiga olgan terrorlik kuchlarga qat'iy qarshi turishi hamda Afg'onistondagi Xitoy xodimlari va organlarining bexatarlikka kafolat qilishi irodasini samimiylik bilan amalga oshirish kerakligini aytdi. Xabar qilinishicha, shanba kuni Pokistonning poytaxti Islomobodda Afg'onistonning vaqtli hukumatining muavin tashqi ishlar ministri Amir Khan Muttaqi bilan ko'rishgan Qin Gang Xitoy bilan Afg'oniston tog' va daryolar bilan tutishadigan ikki do'stona qo'shni degan. Yaponiya bilan Koreya Xitoy ta'sirining kuchayishi va Shimoliy Koreyaning yadro tahdidi sababidan tarixiy masalalarni orqada qoldirib, munosabatini yaxshilamoqda. Yaponiya bosh ministri Kishida Fumio Koreya prezidenti Yoon Suk-yeolning martdagi ziyaratidan keyin Seulga bordi. Shunda qilib 12 yildan buyon tunji qitim davlat rahbarlari qatlamida o'zaro ziyorat amalga oshdi. Arab ellari ittifoqiga a'zo davlatlarning diplomatiya ministrlari 2011-yili a'zolik salohiyati to'xtatilgan Suriyaning ittifoqqa qaytib kelishiga qo'shildi. Iroq tashqi ishlar ministerligining bayonotchisi Ahmad Al-Saf Arab tashqi ishlar ministrlari yig'inida Suriyaning Arab ellari ittifoqiga qaytib kelishi to'g'risida kelishim hosil qilindi dedi.